Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga Nexus 3 avtomobil olib kelishgan, avtomat korobka. Avtomobilimiz 77 ming yurgan ekan. Avtomobilimizda multikamera chek chiroqli yonib, boshini siltab, har to'xtagalarida o'chib o'tgan ekan. Bu diagnostika qilib ko'rganimizda programmalarda kamchiliklar bor ekan. Xudo xohlasa motor korobka komplekt stage programma qilib berganmiz. Plus drosselin zaslonkalarni tozalab, svechlarni zamin qilib, korobkalargacha чистка qilib berganmiz. Buni sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Avtomobilimiz o'zi gazda harakatlanmoqda. Bir xil yurganingizda 2,5-3,000 оборотda almashtiradi. Dakansa bosganingizda 4,5-5,000 da almashtiradi. Sport rejimiga o'tadi. Kimda kim avtomobilda programmali xizmatlar bo'lsa, yo'qmasa shunga o'xshash kasalliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Xudo xolisa ishingni sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz.